Bismillahirrahmanirrahim. Qisasun Nabiyyin lil-Atfal degan kitobning davomini o'qiymiz. Nuh alayhisalomning qissasidan 3-mavzuga kelgan fikratu shaytoni, shaytonning fikri. Shayton insonlarni butlarning ibodatiga chaqirishni o'yladi. Ra'a degan ko'rdi degan gap, lekin yana bir ma'nosi bor, u bo'lsa qalb ko'zi bilan ko'rish, ya'ni o'ylash, fikr qilish. Fa yadkhulun nara va la yadkhulul jannata abada. Agar shunda qilsa, ya'ni insonlar butqa ibodat qilib kelsa, ular do'zaxga kiradi va jannatga mangu kirolmaydi. Shayton Alloh taolaning shirkni mag'firat qilmaydiganligini, kechirmaydiganligini va agar iroda qilsa, barliq gunohlarni mag'firat qiladiganligini, ya'ni shirkdan boshqa demakchi, barliq gunohlarni xolis kechiradiganligini biladi. Shuning uchun shayton ularni shirkka da'vat qilishni, chaqirishni iroda qildi. Shunda qilsa, ya'ni ular Allohga shirik keltirsa, mangu jannatga kirmaydi. Lekin uning yo'li qandoq, chorasi qandoq? Wan nasu ya'budunalloha. Bu yerdagi vav holatning vavi. Ya'ni holat insonlar Allohga ibodat qilayotgan holatda tursa. Innahu law zahaba ila an-nasi wa qala lahum u'budul asnama wa la ta'budulloha la shatamahu an-nasu wa darabuhu. Agar kishilarning qishig'i berib ularga sizlar butlarga ibodat qilinglar, Allohga ibodat qilmanglar desa, chuqumki lam shetkilar, chuqumki insonlar uni tillaydi va urib ketadi. Va mundaq deyishadi: "Ma'azalloh, Alloh saqlasin. Rabbimizga shirik keltiramdiq va butlarga ibodat qilamdiq. Haqiqatan sen qo'g'landi shayton kensa, sen haqiqatan xabis, pastkash nachar shayton kensa" deyishadi. 4. Haylatu shaytoni, shaytonning hilasi, chorasi. Lekin shayton bir eshik topdi. Ya'ni uningdan insonlarning boshlariga, ya'ni fikirga, o'y fikr xiyoliga, mengisiga kirdigan bir eshik topdi. Ya'ni chora topdi, yuchuq topdi demakchi. Kana rijalun yaxafunalloha va ya'budunahu laylan va nahara va yazkurunahu zikran kaseera. İlgiri Allah'tan nəhayət qo'rqadigan, Allah'a keç gündüz ibodat qiladigan, uni nəhayət ko'p zikr qilib əslaydigan kishilar o'tgan edi. Kana bo'lganki shunday tarjima qilamiz. Ular Allohni yaxshi ko'radi. Alloh ham ularni yaxshi ko'radi. Ularning duosini ijobat qiladi. Yastajibu. İnsanlar shu kishilarni yaxshi ko'radi va ularni ulug'laydi, hurmatlaydi. Shayton buni pek yaxshi biladi. Bu kishilar o'lib ketdi va Allohning rahmatiga yo'tkaldi. Shayton kishilarning qishig'i bordi va ashu kishilarni tilga oldi. Zakara so'zlab ularga bundan kishilar o'tgan deb shunday tilga oldi. Va dediki: "Falani va falani sizlarning ichinglarda qandoq edi?" dedi. İnsanlar: "Subhanalloh, Alloh pakturki, ular Allohning rijallari va uning do'stlari edi. Agar ular duo qilsa, Alloh ularning duosini ijobat qiladi. So'rasa, ularga so'rg'inni beradi." 5. Suvarus solihin, solih yaxshi kishilarning rasmlari. Shayton mundaq dedi, ya'ni insonlarning gaplarini anglagandan keyin mundaq dedi: "Fa kayfa huznukum alayhim?" Ular qarta sizlarning hasratinglar qandaq? Ular dediki: "Shadid, bak qattiq, ya'ni biz bak qattiq hasratlandik." Shayton shundaq dedi: "Ularga bo'lgan seg'inishinglar qandaq? İshtiyoq degan seg'inish." Ular dediki: "Azim, ya'ni bak qattiq seg'indik." Shayton shundaq dedi: "Nima uchun har kuni ular qarmaysizlar?" Ular deyishdiki: "Va kayfa sabilu ila zalika va qadmatu." Ular o'lib ketgan tursa, buning chorasi qandaq? Sabil degan yo'l degan gap chora. Shayton dediki, ularga suratlarni qilinglar, ya'ni ularning rasmlarini sizinglar. Va zuru ilayha kulla sabah. Bu suratlarga har atiganda qaranglar. Kishilar iblisning chorasiga qiziqib qoldi. Ujiba degan ajablandi degan gap qiziqdi. Va heliqi solih yaxshi kishilarning rasmini sizdi. Ular bu suratlarga har kuni qaraydi. Ularni ko'rsa, ya'ni suratlarni ko'rsa, ashu solih yaxshi kishilarni aslaydi. 6. Minas suvari ila tamasil. Suratlardan, ya'ni rasmlardan haykallargacha. Tamasil degan tamsilning ko'pligi, tamsil degan but.
Amma ibadat qilinmaydigan but, ibadat qilinmagan başta, keyin ibadat qilgandan keyingisini ilah deb qaragandan keyingi butni sanam deymiz. Şunun bilan insonlar suratlardan butlarga yo'tkaldi. Haliqi solih kishilar uchun nurg'ulg'an butlarni qildi. Ular o butlarni öylärgə və məscidlərə qoyub qoydu. Ular Allah ibadat qılatdı. Allahqa hech qanday bir narsani şirik keltirməydi. Yani ular dəsləbdə butqa sığınıb butni ilah deb qarab ibadat qılmagan. Faqatla heykal deb uyub qoygan. Salih kishilarni əsləymіз deb. Onundan keyin şeytan vəsvəs qilib ularni ilah deb qarab ibadat qılgan, səcdə qılgan. İlah deb qaralğan butlarni sanam deb ataymiz. İlah deb qaralmaganni təmsil deymiz. İlah deb qaramagan təqdirdə həm keyinçə ilah deb qarashqa, ibadat qilishqa, ilah dərəcəsi kötürüşkə səbəb bulduğan vasitə bolğanlığı üçün ondaq butlarni öylərdə saqlaş, igiz bir yerlərə zinnət buyum qılıb tizib qoyuş qatarlıq işlər haram. Ular bularning haliqi salih kishilarning butlari ekanligini biladi va bularning tosh ekanligini, ularga foyda yetkazmaydiganligini va yoki ziyon yetkazmaydiganligini, ularga rizq bermaydiganligini biladi. Lekin ular bu butlardan, bu haykallardan tabarruk oladi. Yani yaxshilik kelamiki deb mushundaq ativolab saqlaydi. Ular ularni cho'ng ko'ratdi. Chunki ular salih kishilarning haykallari edi. Yani shu haykallarni yasagan insonlarning kallasida salih kishilarning haykallari bo'lganligi uchun ular shu haykallarni cho'ng ko'ratdi. Bu haykallar ularning ichida ko'payib ketdi va bu haykallarni ulug'laydigan bunda ishmi, bunda avvalmi ko'payib qoldi. Ularning ichida bir salih kishi o'lib ketsa, ular shu kishi uchun bir haykal yasaydi va ular shu haykalni shu kishining ismi bilan ataydi. Bugun ders mushagichi bo'lsin. Darslarning davomi inshaalloh davomli yo'llanadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.